Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz a'zolari hamda foydali qazilmalarni boyitish hamda metallurgik jarayonga qiziquvchi yurtdoshlar. Bugungi mavzumiz o'zi meni eng yaxshi ko'rgan mavzularimdan. O'zim dastlab ish faoliyatimda tegirmon mashinisti, ya'ni tegirmonlarga xizmat ko'rsatish ishidan boshlaganman. Tegirmon hamda yanchish jarayoni edi bugungi o'tiladigan mavzumiz, lekin o'sha bizni kuzatib borayotgan tomoshabinlardan tushayotgan savollarga asoslanib maydalash jarayonidagi hisob-kitob amallar, ya'ni savol bo'ldi, o'sha maydalash jarayonida qanaqa hisob-kitob ishlari olib boriladi yoki faqat maydalab o'tkazib yuboradimi, qanaqadir amallar bormi hisob-kitob degan savol bo'ldi. Shu savollarga javoban bugun maydalash jarayonida bajariladigan hisob amallari haqida gaplashamiz. Ya'ni u xoh konusli maydalagich bo'lsin, xoh jag'li maydalagich, bolg'ali maydalagich, volkovoy maydalagich, farqi yo'q. Hamma maydalagichni hisob-kitob amallari bir-biriga juda yaqin bo'ladi, asos bitta bo'ladi. Birinchi biz o'rganadigan hisob amallarimiz maydalash darajasi. Bu o'sha maydalash jarayonining asosini belgilaydi. Maydalash darajasi mana bu yuqorida ko'rinayotgan formula orqali hisoblanadi. I barobar d max taqsim kichkina d max. Bu yerda o'sha katta D max nima o'zi? Bu maydalashga kelayotgan ruda orasidagi eng katta bo'lagini o'lchami. Millimetrda o'lchanadi. Ya'ni o'sha konlardan qazib olinib, temir yo'l transportlari yordamida yuklanib olib kelayotgan rudaning tarkibidagi eng katta bo'lagini o'lchami D max harfi bilan belgilanadi. Masalan, 1200 mm eng katta bo'lagini o'lchami deb oladigan bo'lsak, o'sha ruda massasi maydalanish jarayoniga tushadi. Maydalashdan chiqqandan keyin o'sha maydalashdan chiqqan ruda bo'laklarining orasidagi eng katta bo'lagining o'lchami kichkina d max formulasi bilan belgilanadi. Demak, kelayotgan rudaning eng katta bo'lagining o'lchamini maydalashdan chiqqan eng katta ruda bo'lagining o'lchamiga nisbati maydalash darajasi deyiladi. Mana 1200 mm keldi deb hisoblasak, maydalashdan keyingi chiqqan eng katta ruda bo'lagining o'lchami 300 mm bo'lsa, demak bu birinchi bosqich yirik maydalash jarayonidan misol qilib olyapmiz. Demak 1200 300 ga bo'ladigan bo'lsak 4 chiqadi. Ya'ni o'sha birinchi bosqich maydalash darajasi 4 ekan. Ya'ni kelayotgan ruda bo'lagini 4 marta maydaladi degan ma'noni bildiradi bu maydalash darajasi. Xohlagan savollaringizni qo'yib, o'zgartirish qilib hisob-kitob qilib ko'rasizlar, qanaqa maydalash darajasi chiqadi. Maydalagich unumdorligi, ya'ni har qanday maydalagich o'z ish unumdorligiga ega. Bu Q barobar M katta M taqsim T formulasi bilan belgilanadi. Bu yerda Q o'sha maydalagichning unumdorlik birligi, tonna taqsim soat bilan belgilanadi. Katta M maydalangan ruda massasi, ya'ni ma'lum bir vaqt davomida o'sha maydalagan rudaning og'irligi asosan tonnalarga olinadi, chunki maydalagichlar katta hajmdagi rudalarni maydalaydi tonnalarda. Kichkina T esa o'sha maydalashga ketgan vaqt. Masalan, 650 tonnani 1 soatda maydalaydigan bo'lsa, o'sha maydalagich unumdorligi 650 ta 1 ga bo'lib 650 tonna taqsim soat chiqadi. Bu maydalagichning unumdorligi 650 tonna taqsim soat. Foydali ish koeffitsiyenti. Har qanday mexanik dastgohning foydali ish koeffitsiyenti bor. Hech qachon hech qanday dastgoh 100% unumdorlik bilan ishlamaydi. Masalan,
maydalash jarayonini misolga qiladigan bo'lsak, K barobar Q amaldagi taqsim Q nominal, ya'ni bu yerda o'sha Q amaldagi bu o'sha maydalagichni ma'lum bir vaqt davomida maydalagan o'sha rudaning og'irligi. Q nominal esa o'sha maydalagichni pasportida ko'rsatilgan birlik, ya'ni mana shu maydalagich mana shuncha vaqt davomida shuncha rudani maydalaydi deb pasportida ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan, nominal 250 tonna taqsim soat belgilagan bo'lsa maydalagichning o'sha unumdorligini, lekin amalda o'sha maydalagich ma'lum bir tashqi ta'sir turli omillar natijasida 220 tonna taqsim soat maydalayapti rudani. 220 ni 250, ya'ni amaldagi tonnani nominal tonnasiga bo'lib hisoblaganda mana 0.88, ya'ni foydali ish koeffitsiyenti 0.88 ni tashkil qilyapti. Maydalagichning eskirish hisobi, ya'ni har qanday mexanik dastgoh ishlash davomida o'zini mexanik qismlarini o'sha rudalar tashqi ta'sir natijasida yedirilish xossasi mavjud. Masalan, maydalagichlarda, masalan, konusli drabilkani oladigan bo'lsak, maydalagichni konusini ichiga maxsus himoya bronlarni qo'yiladi. Bron, ya'ni bu himoya qoplamasi hisoblanadi. U ma'lum bir vaqt ishlash davomida o'sha rudani maydalash natijasida yuzasi yediriladi. Bunda o'sha eskirishni hisoblash formulasi Q barobar M taqsim katta Q. Bu yerda M sarflangan broyniya massasi, ya'ni o'sha konusli drabilkaga qo'yilgan broyinni massasini masalan 500 kg deb oladigan bo'lsak, ma'lum bir vaqtdan keyin uning yedirilishi natijasida uning massasi kamayadi. Ya'ni yangiligidagi olingan o'sha o'lchangan og'irligini ayiramiz. O'sha bir masalan 6 oydan 7 oydan keyin o'sha massasini o'lchab ko'rsak, u massa kamayadi. Broyn og'irligi sababi yedirilib mayda-mayda zarralar holati yo'qoladi. O'sha ya'ni yangi massasini eski massasiga ayiradigan bo'lsak, o'sha sarflangan broyn massasi kelib chiqadi. O'sha massasini o'shancha vaqt davomida mana bu yerda Q maydalangan ruda, ya'ni o'sha masalan 1 oyda yoki 6 oyda qancha ruda maydalagan bo'lsa, broyn massasi qancha kilogramga yoki grammga kamaydi. Masalan, massa 3500 grammga kamaydi deydigan bo'lsak, o'sha vaqt davomida 150 ming tonna rudani maydalagan bo'lsa, 350 ta 150 mingga bo'lamiz, 0.023 grammna tonnani tashkil qilyapti. Ya'ni o'sha har bir tonna rudaga 0.023 gram o'sha himoya broynlari eskirish, ya'ni eskirish degani o'sha yedirilish miqdori o'lchanib chiqadi. Konditsiya hisobi. Konditsiya atamasi bu ma'lum bir talablarga javob beradigan mahsulot, konditsionniy mahsulot deyiladi. Masalan, maydalash jarayonida maydalangandan keyin ma'lum bir o'lchamdagi zarralardan millimetr zarradan kichik bo'lsin degan ko'rsatkichlar bo'ladi. Masalan, -20 millimetrdan mayda mahsulot kerak yanchish jarayoniga. Ya'ni -20 millimetrdan maydasi konditsiyali mahsulot deyiladi. -20 dan yirigi esa bu konditsiyaga kirmaydigan mahsulot deyiladi. Maydalangan mahsulotdan namuna olinadi. Masalan, bu yerda 200 kilogram namuna olingan, ya'ni maydalash jarayonidan kelayotgan ruda bo'laklaridan 200 kilogram namuna olingan va u 20 millimetrlik elakda elangan. 20 millimetrlik elakdan elanganda 20 dan maydasi elakdan o'tib ketadi. Ya'ni -20 millimetr elakdan o'tib ketadi, pilusi qoladi. O'sha elakdan o'tkazganda 170 kilogrammi o'tib ketgan elash natijasida. 200 kilogramni elaganda
170 kilogrammga o'tib ketgan. O'sha 170 ni maydalashga olib kelgan umumiy mahsulotni 200 ga bo'lib 100 ga ko'paytirganda 85. Demak, konditsiya 85. Ba'zan ba'zi bir fabrikalarda noto'g'ri, meni o'ylashimcha, noto'g'ri konditsiyani naborot foydalanadi. Ya'ni plus masalan 20 millimetrlik klassda konditsiya deb ataydi. Masalan, bunda nokonditsiya mahsulot 100 dan 85 ta yasak chiqib keladi. 15% mahsulot nokonditsiya, ya'ni 20 millimetrdan yirigini tashkil qiladi. Ba'zi bir joy fabrikalarda mana shu 15 ni konditsiya deb ataydi. Ya'ni o'lchash natijasida nokonditsiya 15% chiqqan. Bu o'sha ishlab chiqarish korxonalarida masalan 20% dan ko'p bo'lmasin nokonditsiya mahsulot desa, demak 15% nokonditsiya bo'lsa, unda bu maydalash jarayoni yaxshi olib borilganligi va konditsionniy mahsulot berganligini bildiradi. Ya'ni konditsiya bu o'sha ma'lum bir belgilangan ko'rsatkichlarga, talabga javob beradigan mahsulotni massasi yoki foizi bu konditsiya deyiladi. Maydalash jarayonida asosan mana shu hisob-kitoblar amalga oshadi. Maydalash jarayoni juda katta texnologiya emas. Kelgan rudani mexanik kuch ta'sirida mayda bo'laklarga ajratib beradi. Yanchish hamda undan keyingi boyitish jarayonlarida asosiy texnologiya, asosiy hisob-kitob amallari amalga oshadi. Bugungi mavzumiz qisqacha o'sha maydalash jarayonida bajariladigan hisob amallari edi. Kanalimizni kuzatib boring. Qanaqa savollar qiziqtirsa, savol yozasizlar. Men iloji boricha video ma'lumot holatda javob berishga harakat qilaman. Chunki ba'zi kommentariyalarda savollarga javob berish uchun juda ko'p matn shakliga keltirish kerak. Men o'sha mana shu savollarni javob berish uchun alohida bir video ma'lumot tayyorladim. Har bir savolingizda o'sha e'tiborsiz qoldirmayman, chunki hozirgi vaqtda o'sha kitob o'qiydigan yoshlarimiz juda kamayib ketyapti. Endi kitobni o'qishga majburlashimiz kerak, lekin o'sha video ma'lumotlar orqali ham kerakli ma'lumotlarni biz yetkazib beradigan bo'lsak, o'sha o'rganish natijasida kitob o'qishga bo'lgan, ya'ni bu to'g'rimi, noto'g'rimi bu ma'lumotlar deb fikrlab, ya'ni kitoblarni o'qib, tekshirib olishga foyda beradigan bo'lsa, biz juda xursandmiz va mana bu video ma'lumot chiqarayotganimizni natijasi ijobiy ekanligidan dalolat beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizni kuzatib boring. Salomat bo'ling.